Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar. Xudo xolasa bugun shu 5-oktyabr birinchi smenani savolini imkon boricha ko'proq savolni ko'rib berishga harakat qilaman. Tayyor bo'lsanglar darsni boshlaymiz. Birinchi savol: x va y ning ixtiyoriy natural qiymatlarida qaysi ifoda juft son bo'ladi? Ya'ni biz x, y o'rniga xohlagan natural sonni qo'yganimizda har bitta variant, ya'ni birorta variantimizdan bittasi doim juft son bo'lishi kerak. Juft son degani 2 ga bo'linadigan sonlar. Misol uchun x ga aytaylik, hop 1 qo'yaman, y ga 2 tanlab olaman. Tekshiramiz. Birinchi variantni tekshirsak, 1 ning kvadrati plus 2 ning kvadrati. Bu teng bo'ladi 5 ga. Ya'ni birinchisi уже 1 bilan 2 ni o'zi qanoatlantirmadi. Demak, boshqa son qo'yib o'tirganda foydasi yo'q. B variantga qarasak, hop x ga 1 qo'yaman, 1 ko'paygan 2 plus y ga 2 qo'yaman. Bu teng bo'ladi 4 ga, ya'ni ikkinchi variantimiz ham ikkinchi variant qanoatlantirar ekan. Endi xuddi shu qiymatlarimiz o'rnini almashtiramiz. Ya'ni x ga 2 tanlab olaman, y ga 1. Boshladik. Hop 2 ko'paygan 1 plus 1. Tushunarli? Qo'shib oladigan bo'lsak, qiymatimiz 3 chiqib qoladi. Demak, B javobimiz ham 90, ya'ni 90 qatnashar ekan. C javobga qaraydigan bo'lsak, x o'rniga 1 qo'yib ko'ramiz birinchi. Xo'p, hisoblaymiz. 1 plus 2 ko'paygan yana 1 ga. 1 ga 2 ni qo'ysak 3, 3 kere 1, 3. Ya'ni bunda ham 90 bo'lib qolar ekan. Oxirgisini tekshirib ko'radigan bo'lsak, mana bu joyga e'tibor bersanglar, xo'p, biz y ga 2 tanladik. 2 ni har qanday qovusga ko'paytirsa, baribir javobimiz nima chiqadi? Ya'ni juft son chiqadi. Tekshirib ko'ramiz. Xohlasanglar 1 plus 2 qo'yinglar, xohlasanglar 2 plus 1 ahamiyati yo'q. 1 plus 2 ko'paygan y imizga 2 tanladik, x imizga 1 tanladik. Ko'paytirib oladigan bo'lsak, 3, 3 kere 2 6. Ya'ni D javob har doim juft sonli kelib chiqadi. Ikkinchi misolda yechimini ham qoldirgan edim alohida shu kanalimizda. Xo'p, bunda nima qilamiz? Xo'p, mana bu narsa -1,6 degani. Xo'p, bu teng bo'ladi, ya'ni ichidagi sondan ayirib tashlaymiz uni butun qismini, ya'ni 1,6 ni. Xo'p, -1,6, -1,6 ni mana buni butun qismi -2 bo'ladi. Chunki o'zidan kichik bo'lgan butun sonni oladi, ya'ni -2. Ikkita minus qo'shilib ketsa, -1,6 plus 2 0,4 kelib chiqadi. Birinchisini hal qildik, ikkinchisiga o'taman. -1,6 ni butun qismi -2 bo'ladi, o'zidan kichik butun son. Xo'p, 6,6 ni olaman. 6,6 ni butun qismi buniki 6 ga teng va 6,6 ni kasr qismi 6 qolib ketdi. Xo'p, yozgan ichidagi sondan ayirib tashlaymiz uni butun qismini. 6,6 ni. Bundan 6 chiqadi. 6,6 dan 6 ni ayirsak 0,6 olib kelib o'rniga hisob qo'yib hisoblab chiqamiz. Xo'p, -1,6 ni o'rniga bizda qaniydi? Mana bu narsa keladi. Birinchi mana buni qo'yamiz. Ya'ni buni o'rniga tepaga suratga yozaman 0,4 taqsim -1,6 niki mana -2 chiqdi mahrajda -2. -6,6 niki mana 6 chiqdi. 6 ni olib kelib yozamiz. 6,6 ni kasr qismi 0,6 chiqdi. Va umumiy mana shuni, ya'ni kasr qismini toping degan e'tibor beryapsizlar. Mana bu ikki chekadagi qovusga qolib ketmasin. Xo'p, 0,4 ni 2 ga bo'lsa -0,2 bo'ladi. Xo'p, 6 ni 0,6 ga bo'lsa 10 bo'ladimi? Bu teng bo'ladi -10,2 ga. Xo'p, -10,2 degani xuddi hozirgidek ichidagi sondan ayirib tashlaymiz uni butun qismini. -10,2 ni butun qismi -11 bo'ladi. O'rtadagi minus bilan plus 11 bo'lib ketadi. Katta sondan kichikna sonni ayirsak 0,8 qoladi. Bu teng bo'ladi 8 taqsim 10 ga yoki 4 taqsim 5 ga. B javob. Uchinchisi, kinoteatrda bir qatordagi o'rindiqlar soni qatorlar sonidan 4 taga ko'p. Agar jam o'rindiqlar soni 60 ta bo'lsa, kinoteatrda qatorlar soni toping. Xo'p, demak bizda ikkita asosiy tushuncha bor. Yaxshilab e'tibor bergan bo'lsanglar, qator bor, o'rindiqlar bor. Mana degan bir qatorda o'rindiqlar va qatorlar. Kelinglar, o'rindiqlar. Misol uchun x bo'lsin, qatorlar
Bunda hop y demay turaylik, qaranglar. Kinesetrdagi bir qatordagi o'rindiqlar soni qatorlar sonidan 4 taga ko'p. Xo'p, qatorlar sonini agar men x desam, o'rindiqlar 4 taga ko'p ekan. Demak, x plus necha bo'ladi? 4 bo'ladi. Ya'ni qatorlar 10 ta bo'lsa, o'rindiqlar 10 plus 4, ya'ni 14 ta bo'ladi. Agar jami o'rindiqlar soni 60 ta bo'lsa, kinesetr qatorlar soni, jami o'rindiqlar sonini topish uchun mana bu o'rindiqlarni qatorlar soniga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni x plus 4 xuddi zalda o'tiribsizlar, zalni tasavvur qilsanglar bo'ladi. Teng 60. Qovus ochaveramiz x kvadrat. Xo'p, qovus ochishimiz to'g'rimi ekan? Ochib olsak ham bo'ladi. Javobdan ketsak ham bo'lar ekan. -60 teng 0. Xo'p, vetga qo'yaveraman. 12 bilan 5 yo'q, 15 bilan 4, 10 bilan 6 mi? -10 bilan 6 bo'lyaptimi? Tushundinglar? Ya'ni bizga o'rindiq, ya'ni qatorlar soni manfiy bo'la olmaydi, bu chiqib ketadi. Demak, javob 6 ga teng bo'lgan ekan. C javob. Screenshot qolsangiz ham bo'ladi. 4-inchisi. Do'kondagi ko'ylakning dastlabki narxi 500 ming so'm edi. Sotuvchi chegirma bilan 410 ming so'mga sotdi. Sotuvchi necha foiz? Ya'ni bu ko'pchilik menimcha ishlab olsa ham kerak bo'lmas. 500 ming so'mni 100% deymiz. 410 ming so'mga sotgan bo'lsa, x. Hop, bu yerdan x topadigan bo'lsak, demak 500 ni x ga ko'paytirib tengimiz 410 mingni to'g'ri bo'ldi. Yana 100 ga ko'paytirdim. Hop, qisqartirsak bu yerda demak 1 2 3 4 5. Bu yoqdan 1 2 3 4 5. Demak, 410 ni mana bu 5 ga bo'larsa x teng bo'ladi. 40 ta 5 ga bo'lsa 8, 82% ekan. Bizga sotuvchi necha foiz zarar ko'rgan, chegirma qilgan deyapti. Buning uchun dastlabki 100% dan 82% ayirib yuborsak, sotuvchi 18% chegirma qilgan ekan. Tushundinglar? Ajoyib. Juda ham maydalab tushuntirmayman, chunki ko'pchiliginglar sertifikatga kirayotgan paytda tayyor bo'lasizlar bu narsalarni. Shuning uchun juda ham unaqa maydalab tushuntirmayman. 5-inchisi. Xo'p, darajasini yo'q. Ko'rinaman. Mana bu yerda 2 bor. Ya'ni ildizsiz shaklda yozib olaman. X darajasida 3 taqsim 2 bo'lingan x darajasida 1 taqsim 5 taqsim mahrajga o'taman. Xo'p, birinchi mana bu ildizni hal qilaylik-da. 5 ildiz ostida x 4-inchisi ko'paygan x da mana bu yerda 2 bor. Ildiz yo'qotish uchun 5 ni 2 ga bo'lib yuboramiz. Hammamiz bilamiz buni. Xo'p, suratiga e'tibor bersanglar, mana bu bo'lish turibdi. Asoslar bir xil. Asoslar bir xil bo'lsa, darajalar ayrilar edi. Xo'p, ketdi, ayramiz. 3 taqsim 2 dan bittasini yozaman. 3 taqsim 2 dan 1 taqsim 5 ga ayiramiz. Taqsim mahrajga o'taman. Xo'p, bularning asoslari bir xil, darajalar qo'shilib ketadi. Ya'ni 5 ildiz ostida 4 ga 5 taqsim 2 ni qo'ysak 4 ga 2 8 13 mi? Ya'ni 13 taqsim 2 bo'ladi. Teng x. Xo'p, 3 taqsim 2 dan bunga 5 beramiz, bunga 2 tadan beramiz. 5 kere 3 15, 2 ni ayirsak 13 mi? Taqsim 10. Taqsim mahrajga o'taman. Xo'p, 13 ildiz, mana bu ildiz yo'qotish uchun 13 taqsim 2 ni mana bu 5 ga nima qilish kerak? Bo'lib yuborish kerak. Ya'ni bu x darajasida 13 taqsim 10 bo'lib qoladi. Bular qisqarib ketsa, qiymatimiz 1 ga kelib chiqadi. Ajoyib. 6-misol. 6-misol mana shunaqa ildizlarni обязательно o'rganib olishlar kerak. Xo'p. A kvadrat plus b kvadratga qo'yib ishlasak ham bo'ladi. Mana birinchisi ildiz ostida 2 plus 1 ning qovusda kvadratini beradi. Minus ildiz ostida 2 minus 1 ning qovusda kvadrati. Mahrajga o'tamiz. Xo'p, ildiz ostida 2 plus 1 ning qovusda kvadrati plus ildiz ostida 2 minus 1 ning qovusda kvadrati. Tushunarli deb o'ylayman. Xudo xolasa, hop, davom etamiz. Mana bular qisqarib ketadi. Bular ham qisqarib, kvadrat bilan ildizlar qisqarib ketadi. Hop, suratini ishlaydigan bo'lsak, ildiz ostida 2 plus 1 minus ildiz ostida 2
Mana bu o'rtadagi minus mana bu minusga ta'sir qiladi. Plus 1 taqsim ildiz ostida 2 plus 1 plus ildiz ostida 2 minus 1. Mana bular qisqarib ketsa, bular ham ketsa. Hop 1 ga 1 da qo'ysak 2 taqsim 2 ildiz ostida 2 bo'lar ekan. Mana bular qisqaradigan bo'lsa 1 taqsim ildiz ostida 2. Bunaqa javob yo'q-ku. Katta xato qildik. Demak, ishorada kattadir xato ketgan. Xo'p, mayli. Agar mana shu ko'rinishda bo'lsa, 1 taqsim ildiz ostida 2 chiqar ekan. Mana qanaqadir y javobga qo'shib turamiz vaqtinchalik. Ikkinchi usul bilan ishlab ko'ramiz. Ikkinchi usul bilan buni vaqtini o'chirib turaman. O'chirmaylik, bundoq qilaylik-da. Xo'p, o'chiramiz-da. Mana bu ishorani mana shuni o'zgartiramiz. Qarab turinglar. Tepasi plus bo'lsin, maxraji minus bo'lsin. Shunda plus bilan ochgan paytim mana bu joy minus bo'lib turaveradi. Mana bu o'rtasi plus bo'ladi. Shuni o'chirar ekanmiz baribir. Adashtiradi bo'lmasa bu. Davom etamiz. Xo'p, suratini ko'chiraman qaytadan. Ildiz ostida 2 plus 1 plus ildiz ostida 2 minus 1 taqsim ildiz ostida 2 plus 1 minus ildiz ostida 2. Ana endi bu minus bunga ta'sir qiladi, chunki kvadratlar ildiz qisqarib ketdi. Plus 1. Xo'p, mana bu birlarimiz qisqarib ketadi. Suratiga e'tibor beraylik. Ildiz ostida 2 ga ildiz ostida 2 ni qo'ysak, 2 ildiz ostida 2. Mana bular qisqarib ketsa, mana bo'ladi demoqchiman. 1 ga 1 qo'ysak 2 bo'ladi. Qisqartirsak, ildiz ostida 2. Mana shu yerda xato bor ekan. Bu javob bo'ladi. Chunki o'quvchilarim bu misolni so'raganda o'sha ishlagandikda aniq javob chiqqan edi. Xo'p, 7-misol. Ikkita yo'l bor. Xolislik kvadratga ko'tarib ishlaylik, xolislik formulaga qo'yib. Ya'ni 7-misolni 6-misolga o'xshatib ishlasak ham bo'ladi. Nima qilamiz? Mana bu kvadratga oshirib ishlab beram, qaysi biri qulay? Farq yo'q, ikkalasi ham, bunisi ham, bunisi ham. Ketdi. Mana bu birinchisini mayli A deyman. Ko'pchiligi universal usul, ya'ni birinchisi ham ikkinchisi ham universal usul. A demak, ikkinchisini B desam. Birinchi formulasini yozib olaydi, sizlarga ham tushunarli bo'lishi uchun. Ya'ni A plus B ni qovusda kvadrat ko'rinishi kelib qoladi. A plus B ning qovusda kvadrati deb tursam, tengmas strelka qo'yib qo'yamiz. A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat. Tushundinglar? Xuddi shu formulaga olib kelib qo'yaman. Demak, mana birinchisini kvadrati, ya'ni ildiz ostida 10 minus 2 ildiz ostida 21 ning qovusda kvadrat plus ikkilangani bitta umumiy ildizga olib yozsak ham bo'ladi. Ko'paygan 10 plus 2 ildiz ostida 21 ildiz yopamiz va oxirgisining kvadrati, ya'ni 10 plus 2 ildiz ostida 21 ning qovusda kvadrat. Soddalashtiramiz. Mana biri ketadi. 10 minus 2 ildiz ostida 21 plus 2 ildiz ostida bu 10 ning kvadrati 100, ya'ni A minus B plus B ni beradi. Ya'ni 10 ning kvadrati minus 2 ildiz ostida 21 ning kvadrati. 10 ning kvadrati 100, 2 ning kvadrati 4, 4 kuni 84 bo'ladimi? Ya'ni buni umumiy kvadrati ildiz yopib qo'yamiz. Va plus to'g'ri. Mana bu ham qisqaradi. 10 plus 2 ildiz ostida 21. Ayrilib ketsa, 10 ga 10 bilan qo'shib yorsak 20. Plus, xo'p, bu 16 bo'ladi, 16 dan 4 chiqadi. 4 kare 2 8, 28 bo'lar ekan javobimiz. D javob. Keyingi misol, xo'p, 8-misol. 8-misolda juda ham ko'pchilik kamayuvchi o'suvchining farqiga bormas ekan. Xo'p, nima qilamiz? Kamayuvchi arifmetik progressiyaning kamayuvchi arifmetik progressiyaning 9 ta hadi yoniz elektorga va 5-hadning kvadrati va 6-hadning kvadratlari yoniz 100 ga teng bo'lsa, 4-hadni toping. Bu misolimiz bu yerdan savarmikan degan savol. Hali harakat qilaman, mana shunday tushuntirib berishga. Xo'p. Demaydi, kamayuvchi arifmetik progressiyaning 9 ta hadi yoniz elektor, ya'ni S9imiz elektorga teng bo'lar ekan. Bitta kichikroq olaylik-da. Qorada yozsam yana ham yaxshi bo'lar. Elektorga teng ekan. Xo'p, ikkinchi hadining kvadrati plus
5-chi hadning kvadrati plus 6-chi hadning kvadrati teng 100 bo'lsa, uni 4-chi hadini toping degan ekan. Dastlabki 9 ta had yig'indisini quyidagicha yozamiz, ya'ni 2 ta A1 plus bitta kami, ya'ni indeksdan bitta kami 8 da taqsim 2 ko'paygan 9 teng 54 ga. Mana bular qisqarib ketadi, 6 qoladi. 2 ni mahraj qilib berib yuborsam 6 ga 2A1 plus qisqartirib yuborsam ham bularga mahrajga farqi yo'q, 12. Turib turaversin, bu balki oxirida qisqartiramiz yoki qisqartirib yozib olsak 2 ga har birini A1 plus 4 dedi teng bo'ladi 6 ga. Bu yerdan A1 topamiz, chunki bu misolni narigi misolga bog'lashimiz kerak hozir. Xo'p, 6 minus 4 da. Xo'p, mana buni yoyamiz. A5 degani A1 plus 4 ta d'ning qo'sda kvadrati. A1 plus 5 ta d'ning qo'sda kvadrati teng 100 ga. Xo'p, formula bo'yicha ochmaganimiz ma'qul. Ya'ni mana bu A1 ni olib kelib, mana bu A1 o'rniga qo'yib yuboraman. 6 minus 4 plus 4 qisqarib ketadi, 6 ni kvadrati qoladi. Bu A1 o'rniga qo'ysam 6 minus 4 plus 5 da, ya'ni 6 plus d'ning qo'sda kvadrati qoladi teng 100 ga. Mana bu 36 bo'ladi. O'ng tarafga minus qilib olib o'tsam 100 dan 36 ni ayirsak 64. 6 plus d'imiz bir marta 8 ga, 6 plus d'imiz bir marta minus 8 ga teng bo'ladi. Birinchisidan d'imizning qiymati 2, ikkinchisidan minus 14. Ana endi mana shu joyda xo'p A1 topadigan bo'lsak, 2 ni qo'ysak mana bu joyga, d'ning o'rniga 2 ni qo'ysak 4 kere 2 8, 6 dan 8 ayirsak minus 2 mi? Xo'p, d'ning o'rniga endi minus 14 qo'ysak, 4 kere 14 56, 6 ni qo'ysak 62. Bu uchun birinchi hadi 62 bo'lar ekan. Ya'ni o'rtadagi ikkita minus bilan, ya'ni 4 oldidagi minus bilan 14 oldidagi minus plus bo'lib ketadi. Endi xo'p, biz nima degan bitta kamayuvchi arifmetik progressiyaning 4-hadini toping deyapti. Xo'p, kamayuvchi bo'lish uchun mana bu ikkalasida qaysi bir kamayuvchi degan joyi bor. Xo'p, birinchi hadi minus 2 ga teng. Tushunarli? Ikkinchi hadini topish uchun mana bu d'ni qo'shardik. Minus 2 ga 2 ni qo'shsam 0 bo'ladi. Mana minus 2, minus 2 ga 0 2 ni qo'shsam 0, 0 ga 2 ni qo'shsam 2. E'tibor bersanglar, o'suvchi bo'lib qoldi. Bizga kamayuvchi kerak degan. Xo'p, demak, xo'p, birinchi had mana 62 ga, ya'ni mana buni ishlayapman. 62 ga minus 14 qo'shsak, kamayapti, 48 bo'ladimi? Mana e'tibor bersanglar, 48 ga minus 14 qo'shsak yana 34 mi? Xullas va hokazo kamayib ketar ekan. Demak, biz A1 ga 62 ni D ga minus 14 olishimiz kerak. Xo'p, 4-hadi teng deymiz A1 plus 3 ta D ga. Xo'p, birinchi hadi bizda 62, 3 ko'paytiramiz 14 ga 52 bo'larmidi ichida. 4 kere 3 12, 1 dildi 3 42 ekan. Ayirib olsak 20. Sajab. 9-misol. Xo'p, 9-misol ham doim tushadi mana shunaqa savolda, doim tushib kelaveradi. Xo'sh, bunda nima qilamiz? Hammasi cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyada shu berilgan arifmetikni tashkil qiladi. Mahrajini toping. O'zi qanaqa qoidalari bor edi? Xo'p. Keling, mana shuni yozib olamiz. Mana bu A 1,5 B va 2 arifmetik progressiyani tashkil etsa, geometrik progressiyaning mahrajini toping. O'zi geometrik progressiyada nima qoida bor edi? E'tibor bering, mana bu geometrik bo'ladigan bo'lsa, B1 bo'lsin. B2, bu B3. Ya'ni bilardikki, o'rtadagi hadining kvadrati teng bo'lardi o'zidan bitta oldin va o'zidan bitta keyin hadlar ko'paytmasiga. Xuddi shu qoidani ishlatsam, mana buni ko'rmay qolman-ku. Ming bor uzr, mana buni ko'rmay qolman. ABC cheksiz deb mana bunga qarab ketib qoldim. Uzr. Hozir to'g'rilaymiz. Yo'q, buni xato. Sizlar ham shunaqa xato qiladigan bo'lsanglar, iloji boricha savollarni qaytadan bitta o'qib ishlayveringlar. Hech qanday ziyoni yo'q. Xo'p, A, B, C cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya ekan. Demak, bu
Mana buni B1, B2, buni B3 deyman. Buni hozirgi qoidasini yozaman. B2 ning kvadrati teng bo'lardi B1 ko'paygan B3 ga. Tushundinglar? Endi buni alohida yozaman. A 1,5 B va 2C esa arifmetikasini tashkil etadi. Bu arifmetik bo'lsa, demak mana bu A1, bunisi A2, manasi A3 bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni arifmetik progressiyada qanaqa qoida bor edi? Ikkinchi hadi teng bo'lardi birinchi hadini oxirgi hadiga qo'shib, ya'ni misol ikkinchi hadi o'zidan oldingi o'zidan keyingi hadlar yig'indisining yarmiga teng desa to'g'ri bo'ladi. Qo'shib 2 ga bo'lasizlar. O'zidan bitta oldingisini, o'zidan bitta keyingisini, tushunarli? Xo'p, keling geometrikni hal qilaylik. Xo'p, ikkinchi hadi bizda b ga teng yozaman. B kvadrat teng birinchi hadimiz a ga teng. Xo'p, uchinchi hadimiz c ga teng bo'lsin. Xo'p, endi bo'ldi. Bu turib turaversin mayli. Vaqtinchalik to'rtburchakka olib qo'yamiz. Bir arifmetik hal qilamiz. Ikkinchi hadi bizda 1,5 b teng birinchi had a ga teng plus 2tasi taqsim 2. Tushundinglar? Hop, o'rniga qo'yadigan bo'lsak, bizga qaysi usul qulay? Hop, keldi bunga mahraj beramiz. 3 bo'ladi, to'g'ri? 3b teng a plus 2tc ga. Bu yerdan a ni topsam 3b minus 2tc bo'ladimi? Ya'ni 2c chap tarafga minus bo'lib o'tadi va joyini almashtirib qo'ydim. Endi buni olib kelamizda, mana buni o'rnab qo'yamiz. Endi sizlarga ham savol bo'lishi mumkin, nimaga aynan a ni topdingiz? Chunki e'tibor bersangiz, a ni koeffitsiyentini oldida 1 turibdi-da. Ammo bu yerdan 2 ni topadigan bo'lsangiz, bog'lash nisbatan qiyinroq bo'lib qoladi. Ketdi, o'rniga qo'yamiz, yozaman. B kvadrat teng a ni o'rniga 3b minus 2tc ko'paygan c keladi. Xo'p, c ga yoki b ga bog'liq kvadrat teng nima chiqadi? Endi bu yerda qo'l ochamiz 3bc. Hop, chap tarafga olib o'tayman. Minus 2c kvadrat bo'libdi, chap tarafga plus 2tc ning kvadrati teng 0 ko'rinishiga kelib qoladi. V teoremasidan ishlatsak ham bo'ladi, ya'ni ildizlar yig'indisi. Mana 3c ga teng, ko'paytmasi 2tc kvadratga teng, to'g'rimi? Demak, bizda b bittasi teng bo'ladi c va b teng bo'ladi nimaga qo'shganimizda 2c gami? 2c ga c ni qo'shsak 3c ni beradi. Mana 3c. Prosta b o'rtaga tushib qoldi. Shu b ni sizlar oxirga yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yoki xos to'g'rilab ketaman. Qilmasligi uchun xos to'g'rilab chiroyli yozib beraman. 3c b deb qo'yaman. Ya'ni mana bizda 3c ni olamiz. Tushunarli? Nima qildik xullas? Qoslan ochdik. V dan endi korrelyatsiyani olamizmi? 2c nima? Bitta ko'radigan bo'lsak, xo'p. Biz mahrajini topadigan, c-ni olamasak ham, ya'ni b c ga teng bo'la olmaydi. Demak, b yana 3 bo'lish uchun b teng bo'lish kerak 2tc ga. Endi misolimizga bitta qaraymiz, qaranglar. O'zi q degani nima edi? Q degani birinchi, ya'ni ikkinchi hadini birinchi hadiga nisbat edi. Bizda demak ikkinchi hadi yo'q, b taqsim a deb olsam bo'lar ekan, yoki uchinchi hadini ikkinchi hadiga, ya'ni c taqsim b. Xo'p, mana bu b teng 2c qaysi biriga qo'ysak qulay desanglar? Qaysi biriga qo'ysak qulay? Mana bunga olib kelib qo'yaylik mana. Mana bu joyga qo'yaman oxirgisiga. Tushundingizmi? Mana bu joyga b ni o'rniga mahrajga qo'yamiz c taqsim b ni o'rniga 2c ni qo'yaveraman. C'lar qisqarib ketsa, tepada 1, pastda 2 degan qiymat qoladi. Hop, 10-misolimiz. Bir taqsim 2 degan javob, D javobini yozib qo'yaylik. 10-misolimiz. Xo'p, shu berilgan bo'lsa, mana bu ifodani qiymatini toping deyilgan ekan. Ketdi, soddalashtirishni boshladik deb qo'yib solamiz. Xo'p, mana bu joyga e'tibor beringlar, hurmatli o'quvchilar. Mana bu joyda asoslari bir xil. Buni asosi bir xil va mana bu x ham asoslari bir xil. Ko'paytirish turibdi. Ko'paytirish turganda asoslar bir xil bo'lsa, darajalar qo'shilardi. Ya'ni y kubi ko'paygan x minus a c
Hop, minus turaveradi. Hop, minus 1 ga mana bu minus 2 plus 1 dir. Mana mayli sizlarga. Y ga yozib qo'ydi. X darajasiga e'tibor berib turib minus 1 deb yozaman. Minus 2 plus 1 va plus a ko'rinishida yozib olaman. Taqsim mahrajga o'tamiz. Hop, mahrajdan mana bu x da minus a larni olib chiqib ketsam, cosda y plus 1 degan ifoda qolib ketadi. Hop, mana bu minus 1 bilan bu 1 ketadi. Y ning kubi ko'paygan x da minus a indisi minus y ko'paygan x da minus 2 agani qo'shsak, yana minus a indisi o, yana ham yaxshi. X minus a pastda y plus 1. Suratidan hop, x minus a ni olib chiqsam, x darajasida minus a ni olib chiqsak, cosda y ning kubi minus y. Taqsim mahrajga o'taman. Xolos, mahraji turibdi mana, keyin yozamiz. Hop, suratidan e'tibor beringlar. Y ga olib chiqsam, ichkarida y kvadrat minus 1 qoladi, ya'ni y minus 1, y plus 1 ko'rinishiga keladi. Endi mahrajini ko'chiraman. X minus a, y plus 1. Bu yoqda bular qisqarib ketadi. Bular ham qisqarib ketadi. Nima qoldi bizda? Y minus 1. Hop, y gimiz qiymati necha edi? 2 ekan. 2 cosda 2 minus 1. Bu 1 bo'ladi, 1 kare 2. Javobimiz 2 kelib chiqadi. C javob. 11-misol. Hop, 11-misolda bu misolda bir 3 xil yo'li bor edi, adashmasam. Birinchi yo'li shu turishda soddalashtirib ishlasa bo'ladi, ikkinchi yo'li son qo'yib ishlasa bo'ladi, uchinchi yo'li shu ekan. Belgilash, kiritib ishlasangiz bo'ladi. Sizlarga buni yaxshi bilgan o'quvchilar bemalol ajratib ishlab keta oladi. Vaqtdan yutish uchun eng zo'r yo'li menimcha son qiymat bo'lishi ham mumkin. Kelib son qo'yib ko'ramiz. Buni yechimini to'liq qilib Instagramda o'z tushuntirganman, narigi yo'lini son qo'yib tushuntirmagandim hali. Hop, ani o'rniga 1 qo'yib borsak, kelib bunday qilamiz. Ildizdan chiqadigan sonlar tanlab olaylik. A ga misol uchun qanday tanlasam qulay? A ga 4 bo'lsin, B ga 1 bo'lsin. Katta o'rniga qo'yamiz. Hop, mana bu suratiga e'tibor berib turasizlar. Ildizosi 4 dan 2 chiqadi, 1 dan 1 chiqadi, taqsim. Hop, 4 plus 4 kare ko'paytirsam 1, 4 kare 1 4 bo'ladi. Undan 2 chiqadi. Suratga o'taman. Hop, 4 dan demak 2 chiqadi, plus 1 dan 1 chiqadi. Pastga o'taman. 4 minus 4 dan yana 2 chiqadi. Faqat e'tibor beringlar, mahrajlar nima bo'lib qolmasin. 2 kare 1 2. Hop, mana bu a dan 4 chiqadi, 4 kare 1 4 dan 2 chiqadi. Mana bu 4 dan 2 chiqsa, 1 ga ko'paytirsak 2 ni o'zi bo'ladi. 4 ko'paygan mana bu ham 4, bu ham bundan 2 chiqadi, 4 kare 2 8 bo'lar ekan. Sirasi yozib qo'ya qoldim. Qosga olamiz. 2 minus 1 taqsim 1. Soddalashtiramiz. 1 taqsim 6 plus 3 taqsim 2 minus bo'lib ketadi. 2 taqsim 6. Hop, bunga 2 berib yuborsak, 1 dan 2 ni ayirsak minus 1 taqsim 2. 6 ni 2 ga bo'lsa 3 dan 1 ga 9 qo'shsak 10, 10 dan 2 ni ayirsak 8 taqsim 6. Mana bular qisqarib ketsa, javobimiz minus 4 taqsim 6 qoladimi? Yoki 2 ga qisqartirsak 2 taqsim 3. Endi qaranglar, variantlardan qaysi variantga a ga 4, b ga 1 qo'yganimda javob agar minus 2 taqsim 3 chiqsa, o'sha variantni olamiz. Adashmasam qaysi variant chiqqan edi? C javobmidi? Keling, shuni sirasi C ga qo'yib qo'yaylikchi, mana C ga. Qolganda to'g'ri kelmaydi. Hop, minus 2 taqsim. Hop, mana bu joyga demak a ga 4, b ga 1 qo'ysam 4 dan 2 chiqib qoladi, plus b imiz 1. Bo'ldi, javob chiqdi mana 2 taqsim 3 C ni o'zi bo'lar ekan. Tushundinglar? To'g'ri javob C. 12-misol. Tengoma nechta haqiqiy ildizga ega? Bir marta musbat, bir marta manfiy qilib olsak. Xo'p, yozamiz. Sinus x imiz, modulda sinus x imiz bir marta 0 dan katta bo'lsa, bir marta kichik bo'lsa 0 dan. 0 dan katta bo'lgan payt sinus x taqsim sinus x teng bo'ladi x ga. Mana bular qisqarib ketsa, x imizning qiymati 1 ga kelib chiqadi. Keyingisi 0 dan kichik bo'lganda minus sinus x taqsim sinus x
teng yana x ga, bular qisqarib ketsa x ning qiymati -1 ga kelib chiqadi. Tenglam nechta haqiqiyga 2 ta ekan. Javob